Assalomu alaykum. Assalomu alaykum vatandoshlar. Assalomu alaykum. Mo'min musulmon xalqi. Mana bu joylarda ko'p kishi o'tgan, albatta. Bu yerlar Navoiy viloyati Nurota tumani. Kecha 45, adashmasam 45 darajagacha issiq ko'tarilib ketdi. Allohning mehribonligini qarang. Bugun tongdan boshlab mana shu pagodani ushlab turibdi. Alloh ham aytayapti. Bandalarim men uchun qilingan qurbonlik, qo'ylarni so'ygan qurbonliklarini, qon bosimlari oshmay, to'yib mazza qilib yevosin deb. Agar kechagi issiqda 2 tiyur go'sht yeb ko'ringchi, nima bo'lardi? Allohga hamdlar bo'lsin. Allohga shukr. Kerak bo'lsa bir kunda har qanday narsaga qodir. Allohim o'zingga shukr. O'zingga shukr. Yetkazgan kunlaringga shukr.